Assalomu alaykum hammaga. 2026-yil 18-aprel sanasida video qilyapmiz. Bu yil ko'chat dehqonchiliklar sotdik. Ko'pchilikda berilgan savol, qanchada meva qiladi, qachon mevaga kiradi, ishonchli sort chiqadimi deganlarga mana Karmen nokimiz mana 1-yildanoq xudo xolasa mana o'tgan yil ekdik. Bu yil mana nishona berishni boshladi. Tagi behi bo'lardi. O'zimizni xonadonga ekib qo'ydik. Yana 1 metrga qilib mana. Mana bu yerda ham bor. Mana. Ishonchli ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Profilda nomerlarimiz bor, telefon qilaverasizlar. O'zimizni xonadondamiz. Xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Mana Giant Red giloslarimiz. Mana bu ham 2-yili. Mana. Xudo xolasa gilos, nok, assortiment hamma ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.